Assalomu alaykum hurmatli gidistlar. Bugun biz sizlar bilan ankerni o'lchov ma'lumotlarini qayta ishlashni o'rganib chiqamiz. Buning uchun bizga menu geo yordamga keladi. Menu geo главныйda mana bu yerda o'rnatilgan bo'lsa, import точкini tanlaymiz. Ya'ni nuqtalarimizni import qilish. Bugungi birinchi bo'lib proyektni nuqtalarimizni joylashtira olamiz. Proyektni nuqta открыть. Misol uchun proyektni nuqtaga rang beramiz. Proyektni nuqtalarimiz qizil bo'lsin va bir sloyga joylashsin. Создать sloyga ism beramiz. Piket misol uchun proyekt deb yozamiz. Xo'sh, tartib raqami shart emas bizga. Balandlik отметка ham shart emas. Okey. Mana proyekt nuqtalarimizni yuklab oldik, lekin u ko'rinmayapti. Ko'rinishi uchun biz tip точкаga kiramiz. Tip точкаga kirib, unga biror bir shakl berib, uni qanday kattalikda ko'rsatishini va absolyutniy единица va deb bosamiz. Okey. Mana bizning nuqtalarimiz loyihali, ya'ni proyektning nuqtalari joylashdi. Hali endi bugungi o'lchab kelgan ma'lumotlarimizni ham yuklaymiz. Yana import точки открыть. Bugungi o'lchov mana bugungi sana bilan o'lchab kelgan ankerlarim открыть. Masalan, endi bunga boshqa rang beramiz. Uni ko'k rang bilan joylashtirdik va u ham alohida bir boshqa sloyga tushsin. Создать qilamiz. Yana piket fakt deb yozib olamiz. Faktichеский bo'ladi. Bunda ham tartib raqamini ko'rsatish shart emas. Отметкani ko'rsatish ham shart emas. Nuqtamizda отметкasi bor. Xo'sh. Proyektda fakt nuqtalarimizni yuklab oldik. Mana proyekt nuqtalarimiz x, y, z. Xuddi shunday o'lchab kelgan ma'lumotlarimiz x, y, z. Endi davom etamiz. Menu geoda netload degan tugmani bosib pastga chiziqchani plana высотное отклонение chaqirib olamiz. Mana bu yerda x, y difference, x, y, z difference 9-chi degan programmadan foydalanamiz. Parametr единицasi millimetrda bo'lsa, masshtabi 0.05. Bu katta kichikligini ko'rsatadi. Odstup grafika od proyektdan ichida bo'lsin, katta uzoqlashib ketmasin. Использовать допуск в planda. Planda допуск bo'lsinmi? Ha, bo'lsin. 5 mm snig bo'yicha ko'rsatiladi. Использовать допуск вверх. Ankerning tepaga yuksalishini ko'rsatish uchun вверх, ya'ni 2 sm deb belgilaymiz. Chunki snipda shu narsa ko'rsatilgan. Использовать допуск вниз. Da, unda ham bu 0 dan past bo'lib ketishi kerak emas. Radius poiska, misol uchun proyektli nuqtada faktichеский nuqtani oraligini qancha radiusda qidiraylik? 5 sm deb beramiz. Yana endi birinchi tugmani emas, tepadagi ikkinchi tugmani bosamiz. Mana bu yerda avtomatik plan va высотani tanlaymiz. Xo'sh, bizdan nima so'ralyapti? Bu yerda выберите слой с проектными точками. Proyektni qaysi sloydaligini boya alohida sloyga ajratib olgandik. Piket proyektni tanlaymiz. Okey. Ana endi piket выберите слой с фактическими точками. Fakt nuqtalarimiz qayerda o'lchagan mana piket fakt deb yozib olgandik. Okey. Mana bizning xatoliklarimizni joyiga qo'yib berdi. Misol uchun mana bu ankerimiz planda 2 mm dan tepaligi balandligi 5 mm baland. Bu yoq hamma dopuskda mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Mana bu yerda dopuskdan chiqib ketdi 5 mm da. Mana buni qizil bilan ko'rsatadi, ko'rishingiz mumkin. Mana boshqa ankerlarni ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Xo'sh. Boshqa ankerlarimizda mana bu yerda ham 6 mm plandan chiqib ketgan. Agar PVC xatolik bo'lsa, mana PVC prosli 22 mm, ya'ni 2 cm dan ko'p, ya'ni 20 mm da. Buni ham xato deb ko'rsatyapti. Bu 7 mm, 2 mm plandan ko'payib ketgan. Mana shunday qilib ankerni o'lchov ma'lumotlarini aniqlashtirishimiz mumkin. Ko'rganingiz uchun rahmat. Agar darslarimiz yoqqan bo'lsa,
layk va podpisatsiya tugmalarini bosishni unutmang.